bemorlarimizda ko'plab savollar bilan murojaat qilishadi. Embrion transfer amaliyoti qaysi etapda o'tadi? Og'riqli bo'ladimi? Bu amaliyotda ham narkoz olinadimi? Qanaqa tayyorgarliklar bilan kelish kerak deb aytishadi. Bu amaliyot mutlaqo og'riqsiz bo'lgan amaliyot hisoblanadi. Eko amaliyotning eng oxirgi va shu bilan birgalikda eng mas'uliyatli etapi hisoblanadi. Chunki tayyor bo'lgan bolajonlarimizni onamizga ko'chirib o'tkazib beramiz. Hayzning ikkinchi kunidan embrion transfer amaliyoti uchun tayyorgarlik bosqichi boshlanadi. Endometriy qavati 3 qavatli va biz xohlagan razmerda bo'lganda, yallig'lanish alomatlari bo'lmaganda embrion transfer amaliyoti yoramiz. Embrion transfer amaliyoti kuni bemorlarimiz albatta choy ichib kelishlari mumkin va sidik qopini to'ldirib kelishlari talab qilinadi. Uji nazorati ostida biz embrion transfer amaliyotini amalga oshirganimiz uchun bachadon shilliq qavati yanada aniqroq ko'rinishi uchun bizda sidik qopi to'la bo'lishi tavsiya etiladi. Embrion transfer amaliyoti ketma-ketligi nimadan iborat? Bemor yotgandan keyin biza qin ko'zgulari yordamida bachadon qin devorini artib, har xil shilliqlardan, qo'yilgan svechlardan tozalab yuvib olamiz. Undan so'ng obturator yordamida bachadon bo'ynidagi slizlar tortib olinadi va tashqariga chiqariladi. Shu vaqtning o'zida embriologlarimiz muzdan tushirilgan, ma'lum bir temperaturada turgan embrionchalarni hozirlab turishadi. Embrion transfer uchun bizda o'zi maxsus kateterlar bo'ladi. Embrion kateter deb ataladi. Embrionchalarimizni bachadon ichki shilliq qavatiga o'tkazish uchun ko'prik vazifasini bajaradi. Uning birinchi qismi bachadon bo'ynidan o'tkazib, bachadon ichki shilliq qavatiga yetib bormasdan biz shu joyda to'xtaymiz. Embriologlarimizni kelishini kutamiz va shundan so'ng bizga embriologlarimiz maxsus ikkinchi qism orqali juda ham ingichka, juda ham yumshoq bo'ladi. Embriolarimizga shikast yetmagan holatda bizga bolajonlarimizni olib kelib berishadi. O'tkazib qo'ygan ko'prigimizni ichki qismidan biz embrionchalarimizni o'tkazamiz. Shu yerdan biz bachadon ichki shilliq qavatiga, aynan o'rta va eng qalin sohasiga biz bolajonimizni qoldirib chiqamiz. Bu jarayon mutlaqo og'riqsiz va uzog'i bilan 3-5 daqiqa vaqtni oladi, xolos.